Yomon aka urishaman. Aytdimki, pasport, biometrik pasport 975 ta yozilmagan aka. To'g'rimi? Endi huquqiy bilimlari yoki malakalari yetmasa ayb menda emas aka. Tushundingizmi? Pasport deyaptilar. Pasport nima asosi ham? Chunki yozib ko'rsatib qo'yilgan bu narsa. O'shani aytayapman, 975 6-bop deyaptilar. U avvalo bolalar nomidan o'zim uzr so'rayman. Yo'q. Aka, men aytayapmanki, hozir yuzimdan pastini chiqaray olmay xabar to'stasga deyaptilar. Balkim deyapman, sizga Navanganda shunday yaxshi inspektorlar bor degan maqsadni chiqarishim mumkin-ku desam, yo'q. U bo'yicha men yo'qsa javobgarlikka belgilayman dedilar. Men shaxsiy doir ma'lumotlar qonunni ham o'qiganman. Ichki ishlar organi 8-moddasi bor. Ochiq oydin shaffof olib borishligi. Konstitutsiyaning 33-moddasi bor adashmasam. Har kim o'zi istagan axborot olish berish saralash huquqiga ega. Bu aka aytayapmanki, hatto sizlardanda yuqori turuvchi organda, sudlarda ham, men sudga qatnashganimda 2020 palonchi yil, palonchi istada, ochiq sud majlisida sudya palonchi pistonchi hamda kotibim palonchi pistonchilar tomonidan sud bo'lib o'tganda, ushbu ochiq sud majlisida jabrlanuvchi palonchi hamda da'vogar yoki javobgar palonchiliklar bilan suhbatlashgan jarayonimizda hamda to'plangan hujjatlarga va prokuraturada misol tomonidan protest keltirilgan bo'lsa, ushbu asoslarga ko'ra hatto sudlarda ham ochiq oydin olib boriladi. Sudda ham. Bilmayman, bular ochiq oydin olib borishga qanaqa qarshilarmi? Ahmadxon aka. Ahmadxon. Yosh xodimimiz. Yo'q, men hozir bularga oxirgacha gapiraman desam, indamay ketyapti. Hurmatsizlik qilyapti. Men sizni tushundim ukajon. Siz bir g'arazli niyatim yo'q aka. Yuzingizdan ham yomonlik yo'q bilinib turibdi. Milliy gvardiyadan yangi bizga o'tdi. Mayli, omadlar nima etsin aka? Buni ozgina bosishim qo'yib o'rgatyapmiz. Men hozir birinchi bir tortishyapsizlarmi deb kelsam, yo'q, samimiy dedingiz, o'zi yasnab gap so'zlaringizdan uch keltirdim. Endi hozir nima gap o'sha sizdan so'rayapsizlar. Hujjatlarni 172 bor, mendan so'radi hozir. 172 bo'ladi desam, aka o'shani bilmayman. O'rganib ol, seni so'kkaga o'rgan. Yo'q, aytayapmanki, aka 2000 ko'p o'rgataman. Bu kamera mayda seni olsa seni g'ashing kelmasin, ishing ham bo'lmasin. Bulardagi ham oladi-yu. Ha. Misol, meni g'ashim kelmaydi-yu. Shaxsan men qiziqmayman-da, o'yga kamera qo'yib qo'ysa ham ishim ham bo'lmaydi meni. Sababi kamera meni hech narsa qilmaydi-ku, to'g'rimi? Shunaqa aka, yeb qo'ymaydi hech kim. Qonuniy sizdan pul olmayapman, yo'q Shunaqa aka. so'kmay, urushmayapman. Ko'p o'rgataman-da, o'zing tanishtir, bu kamera 975 bo'yicha tanishtirganda hujjatlaringni asoslantirib so'rab, voqea o'tira bo'ldi, nima bo'ldi? Shuni asosini so'rayapman aka. U ismi familiyalarini ham Soto'g'liyevmi? Familiyalari nima? Soto'g'liyev Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi dittiladi bo'ldi. Endi aka, ularning xizmat vakolatlarida amal qilish hamda 975 ga to'liq amal qilish, ularning majburiyatlarini men aytishim shart emas-ku. Emas, to'ppa-to'g'ri o'zini kelib tanishtirib, unvoni bilan Zinacho'gam, ana sizniki mana turibdi-ku. Mana uni ichiga so'kib qo'yibdilar. Mana uzilib ketdi dedilar. Mendan oldingi bo'lsa ham yo'qsa uzilib ketganmidi desam, indamay turibdilar. U ko'rinib turish kerak aka dedim. Yo, sizdan so'rasam keyin ko'rsatasiz desam, mana o'qib oling dedi. Mayli. Endi nima qilaylik? Ahmadxon, Seydamov. Ismingiz nima aka? Sanjar meni. Sanjar aka, tanishganimdan xursandman aka. Ishlaringizga omad, charchamang aka. Yaxshi yetib oldik. Shu yerda xizmat bo'lsa bemalol. Xo'p bo'ladi aka.